Brendlardan kelgan sovg'alarni unpacking qilamiz. Birinchi qism. Birinchisi bu Sensoul'ning Roundlab koreyskiy uходовый kosmetika bilan kollaboratsiyasi. O'zim Sensoul'ning mahsulotlarini yaxshi ko'rib ishlataman. Hattoki ko'rib turgan makiyajingiz ham to'liq shu brendning kosmetikalari bilan. Bu boksda bizda Sensoul'dan 2 xil rumyanalar, Roundlab'dan esa sutli kollagenovый toner. Ichida esa shunaqa kollagenovый maska. Buni ham sizlarga ochib ko'rsataman. Shunaqa ko'rinishga ega hayotda klubnikali sutga o'xshar ekan. Ikkinchi posilkani umuman kutmagandim. Hech qanaqa gaplashilgani ham yo'q. Shunchaki telefon qilishdi, nomerim qayerdan topishgani ham bilmayman. Bu bizda esa Asahi Books. Menga qachondan beri hech kim kitob yubormagandi. Bu esa Safiyaning dunyosi. Safiyaning dunyosi bu Alisa в стране чудес emasmi mabodo? Ilma adashtirib olmayman. Chunki bu yerda mana shunaqa quyonni ham rasmi bor ekan. Umuman nima haqida gap ketayotganini bilmayman, lekin albatta o'qib ko'rib sizlarga javobini qoldiraman. Keyingi ochadigan narsamiz bu shunaqa korobka. Bu bizda Well Course brendidan bo'lib, bu yerda chiroyli bir korset kelish kerak edi. O'zi ham bu korobka ochilishini naq bir hafta kutgan. Chiroyli o'rami bilan ko'rsatmoqchi bo'ldim. Bu yerda bizda shunaqa chiroyli korset. Shaxsan o'zim boshqa qizlar shunaqa korset kiysa wow deyman, lekin biron marta kiyib ko'rmagan ekanman. Buni keyinchalik birga stilizatsiya qilamiz. Sizga qaysi sog'i ko'proq yoqdi? Izohlarda yozib qoldiring.